shu xamirdan okroshka yoniga kartoshkali pirojka qilgan edim. Hammaga birdek yoqqani uchun xursand bo'lib, bugun shu xamirdan gumma qilib ko'rdim. Kattaroq idishga iliq sut, dro'ja, shakar, tuz solib, qo'lga yopishadigan yumshoq xamir qilib olasizlar. Oxirida yopishqoq bo'lgani uchun 2-1 osh qoshiq yog' solib 1 soatga olib qo'yasizlar. Uni oz-ozdan 400-450 gram atrofida solasizlar. Nachinkani albatta qadimiy ota-bobolarimiz usulida emas, o'zimizni zamonaviy usulda tushonkadan xuddi shu ko'rinishda tayyorlab oldim. Pishgan guruch bilan blenderda ezilgan tushonkani yaxshilab aralashtirib, boyga oshgan xamirimizni qo'limda yoyib oldim. Yupqaroq qilib yoyasizlar, ichiga to'ldirib nachinka solib, xuddi shunaqa ko'rinishda, avval ko'rinishda tuksanglar, ichidagi nachinkalar ko'p, xamiri yupqa bo'lib chiqadi. Gummalarni teyini unlab, bitta idishga terib olib, ustini yopib, biroz ishirib olasizlar. Qizib turgan yog'da bas olovda ikki tarafini qizartirib olasizlar. Bu gummalar qaynota adajonlarga yoqdimi? Sizlarga yoqishi aniq. Albatta tayyorlab ko'ringlar.